xo'jalik rahbariman. Biz asalarichiligi 30 yildan beri shug'ullanamiz. Bizda hozirgi kunda 1000 yashik asalari uyamiz bor, mavjud. Shundan har xil asallar, asal qadoqlash sexini yo'lga qo'yganmiz. Ko'rgan bo'lsangiz, ko'chamizni asallarchilar ko'chasi qo'yganmiz. Shu mahallamizni nimalari bilan birga insonlar bilan asallarni boqib qarashga kelyapmiz. Hozir qancha oila shug'ullanadi ko'changizda? Hozir ko'chamizda 30 ta oila shug'ullanadi. Umumiy bizlar bitta mahalla emas, tumanimizdagi barcha mahallalarni qamrab olganmiz. 100 ta, 150 ta oila bilan birga ishlaymiz. Men o'zim o'z hisobimdan 100 ta oilaga, kam ta'minlangan oilaga 500 tadan 500 yoshga asallar o'zim shunday talabga qilganman. Sovg'a qilganman. Ular ham hozir muntazam asallarchilikni o'rgatib biza hozir ular ham asallarchilik kasb egasi bo'lib, oilasiga, o'zlariga daromad qilib chiqarishlar kelyapti. Qayerlarga sotasiz? Biz asalni hozir o'zimiz ichki bozorlarga sotyapmiz. Hozir undan asal qadoqlash sexini yo'lga qo'ydik. Hozir Amerikaga nima qilyapmiz? Indoneziya, Saudiya Arabistoniga sekin yo'lga qo'yyapmiz. Eksportga. Asallarni boshqa davlatlardan ham olib kelgan asallarlaringiz bormi? Yo'q, faqat mahalliy asallar. Yo'q, asallarlari onasi bo'ladi, zotdor, shularni chet davlatlardan olib kelganmiz. Masalan, qaysi davlatlardan? Ukrainadan olib kelganmiz, Germaniyadan olib kelingan, Rossiyadan olib kelingan. Hozirgi vaqtda ular arizotlari bor. Ularni har birini parvarishi ham alohida bo'ladi. Yo'q, bir xil bo'ladi. Ular mavsum nima, hosildorligi yuqori bo'ladi. Bizlar mahalliy asallarga qaraganda tez rivojlanadi. Hosildorligi ham yuqori bo'ladi. Bir yilda qancha asal olasiz? Bir yilda bitta oiladan 20 kilogramgacha asal sotiladi. Qancha olasiz? Umumiy masalan hisob qilsangiz, 1000 asallar bo'lsa 20 tonna asal sotiladi. Bundan hammasiga ehtiyoj bormi? Bor, ehtiyoj bor. O'zimiz asal qadoqlash sexini yo'lga qo'ydik. Hozir u yiliga 70-80 tonna asalni bemalol qadoqlaydi. Mukofotiga e'tirof ko'rib, taqdirlar bilan men bundan juda xursandman. Yana bundan kuch-quvvat olib, yana vatanimizni, mustaqil O'zbekiston taraqqiyotiga xizmat uchun bor kuch-g'ayratimni sarf qilaman.